Xalqimizning buyuk qahramoni Temur Malik o'zining jasorati va vatanparvarligi bilan nafaqat O'rta Osiyo, balki butun jahon tarixida o'chmas iz qoldirgan siymolardan biri hisoblanadi. Uning turkiy aslzodalardan ekanligi va Xorazmshohlar davlatining haqiqiy posboni bo'lganligi ko'plab tarixiy manbalarda o'z isbotini topgan. Mashhur tarixchi Ibn al-Asir va Rashiduddin asarlarida Temur Malikning Xo'jand hokimi sifatidagi faoliyati hamda Mo'g'ullarga qarshi kurashi bayon etilarkan, uning nasl-nasabi bevosita turkiy qavmga borib taqalishi ta'kidlanadi. Mo'g'ullar istilosi davrida Xorazmshohlar saroyida va harbiy qo'mondonlik tarkibida turkiy beklarning mavqei nihoyatda baland bo'lgan. Temur Malik aynan o'sha davrdagi Qipchoq, Qan'g'ili yoki boshqa turkiy urug'larning harbiy aristokratiyasi vakili sifatida maydonga chiqqan. Uning ismi ham sof turkiy so'zlardan tarkib topgan bo'lib, Temur va Malik so'zlarining birikmasi o'sha davr turkiy an'analariga to'liq mos keladi. Bu ism nafaqat kuch va irodani, balki hukmronlik va aslzodalikni ham anglatgan. Tarixiy dalillar shuni ko'rsatadiki, Temur Malik boshqargan Xo'jand mudofaasi paytida u qo'llagan harbiy taktikalar va suv ustidagi jang usullari aynan turkiy ko'chmanchi hamda o'troq harbiy maktabning eng yuksak cho'qqisi bo'lgan. Sirdaryo bo'yidagi qahramonliklari davomida uning atrofida birlashgan jangchilar ham asosan turkiy navkarlardan iborat edi. Chingizxon qo'shiniga qarshi so'nggi nafasgacha kurashgan bu zotning turkiy o'zligi uning har bir harakatida va vatan uchun fidoyiligida yaqqol namoyon bo'ladi. Uning turkiyligini isbotlovchi yana bir muhim jihat bu Xorazmshoh Jaloliddin Manguberdi bilan bo'lgan yaqin aloqasidir. Jaloliddinning eng sodiq va ishonchli sarkardasi bo'lgan Temur Malik turkiy birodarlik va sadoqat ramziga aylangan. O'sha davr forsiy manbalarida ham u turkiy bahodir sifatida e'tirof etilib, uning mardligi afsonalarga yo'g'rilgan. Temur Malikning shaxsiyati va qahramonligi turkiy xalqlar tarixiy xotirasining ajralmas qismi bo'lib qoladi hamda uning milliy mansubligi hech qachon shubha ostiga olinishi mumkin emas.